هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Hac suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hac suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hac suresi Medine'de nazil bolgan 78 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey insanlar! Rabbinlardan yani azabıdan korkunlar. Kıyametinin zilzilesi hakikaten çoğun iştir. O günde her bir süt emetiyotgan ayal qat korkunuştan tınarqap qilish bilan emetiyotgan boğuqini untuydu. Her bir hamildar ayalının boyudan ajrab ketidi. İnsanlarni mes ko'rsam, halbuki ular haqiqatda mes emas. Demek kıyametning dehşeti ularni es hushidan ketkizib etgan. Lekin Allah'ın azabı qattiqdir. Kıyamet vaqtida bo'ladigan qo'rqinchli ahvollar. Allah Teala bendelerini o'zidan qo'rqishga buyurdi ve ularga yaqinda keladigan qiyomatning qo'rqinchli ahvollaridan xabar berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Zimin qattiq tavritilganda, zimin qo'ynidagi yüklerini, yani madanla, o'tla, o'liklarni chiqarganda insan, yani kafir onunğa, yani ziminga nim bo'ldi deganda, bu kunda zimin o'zining xabarlarini, yani uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Zimin ve tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chaqda bu kunda cho'ng ish, yani qiyomat yuz berdi. Zemin qattiq tavritilgan, tog'lar parchalanib, tozandek tozib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarni do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushirdi, ba'zilarni jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi. Ba'zilar ziminning bu tavritilishi dunyoning ömrü oxirlashib, qiyomat bo'lish boshlangan vaqtida bo'ladi dedi. Kıyametning zilzilasi hakikaten çoğun iştir. İbn Cerir bu ayetning ma'nosi haqida Alqamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomatning bu zilzilasi tavrinish qiyomat bo'lishdan burun bo'ladi. Ba'zilar bu qo'rqinchli ahvollar qiyomat qoyim bo'lgandan keyin qabrdan terildirilib toplanadigan maydon, yani mahşergahga yığılgandan keyin bo'ladi dedi. İbn Cerir bu qarashni to'g'ri deb qaradı ve tövendeki hadislarni uning pakit qilib keltirdi. İmam Ahmed İmron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir saferde sahabeler paranglashib ketyapti. Payg'ambar alayhisalom: Ey insanlar! Rabbinlardan, yani azabıdan korkunlar. Kıyametinin zilzilesi hakikaten çoğun iştir. O günde her bir süt emitivatkan ayal qattiq korkunuştan tınırqap qilish bilan emitivatkan boğuqini untuydu. Her bir hamildar ayalının boyudan ajrab ketidi. İnsanlarni mes ko'rsan, halbuki ular haqiqatda mes emas. Demek
qiyomatning dahshati ularni as hushidan ketkizib o'tgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir degan oyatlarni yuqori ovozda o'qidi. Sahobalar buni anglab minishni tizlatdi va payg'ambar alayhisalomning bir narsa deydiganligini faraz qilib uning atrofiga to'plandi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Shu kunning qaysi kun ekanligini bilamsizlar? U Adem alayhisalom chaqiriladigan qiyomat kundir. Ulug' Allah Teala Adem alayhisalomni chaqirtib, ey Adem, do'zaxga avatilmoqchi bo'lganlarni ayrig'in" deydi. Adem alayhisalom: "Ey Rabbim, qanchalik odam do'zaxga ayrildi" deydi. Alloh taolo: "Her 1000 kishidan 999'u do'zaxda, biri jannatda bo'ladi" dedi. Buni anglab sahobalar jim bo'lishib ketdi. Hatta ularning og'zi gapga bormadi. Payg'ambar alayhisalom buni ko'rib: "Xo'sh bisharat elinglar va amal ibodat qilinglar. Jinim ilkidi bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar haqiqatanmi Yajuj Majuj Adem alayhissalom bilan shaytonning bolalarining ichidan yomon ishlarni qilganlik sababidan halok qilinib ketganlardan iborat cho'ng ikki guruh bilan birga bo'lasizlar. Bu ikki guruh qitilganda kishilarning soni bak ko'paydi" dedi. Sahobalar bir oz asliga keldi. Payg'ambar alayhisalom yana: "Yaxshi amal ibodat qilinglar va xush bishorat ilinglar. Jinim ilkidi bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar boshqa ummatlarga qaraganda to'gining beqinidagi yoki uloqning putidagi tangicha qarg'a o'xshaysizlar" dedi. Bu hadisni Tirmizi va Nasai rivoyat qilgan. Bu hadisning yana bir xil bayonida mundaq deb keldi. İmam Tirmizi İmron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom safarda ketayotganda Alloh taolaning: "Ey insonlar, Rabbinglardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tingirqab qilish bilan emitayotgan bo'g'ini untidi. Her bir hamildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mast ko'rsan, halbuki ular haqiqatda mast emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as hushidan ketkizib o'tgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir" degan oyat tushdi. Payg'ambar alayhisalom sahobalardan: "Shu kunning qaysi kun ekanligini bilamsizlar?" deb so'radi. Sahobalar: "Allah ve Allah'ın peygamberi bilidi" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom: "U shundoq bir kunki Alloh taolo u kunda Adem alayhisalomga: 'Ey Adem, do'zaxga avatilmoqchi bo'lganlarni ayrig'in' deydi." Adem alayhisalom: "Ey Rabbim, qanchalik odam do'zaxga ayrildi" deydi. Alloh taolo: "Her 1000 kishidan 99'u do'zaxda, biri jannatda bo'ladi" dedi. Buni anglab sahobalar yig'ilishib ketdi. Payg'ambar alayhisalom buni ko'rib: "Alloh taologa yiqilishinglar va to'g'ri yo'lda bo'linglar. Bir payg'ambar bo'lib kelishdan burun uning odamlarining ichidan azg'unlikda yashagan nurg'unlagan kishilar o'tgan. Do'zaxga kiradigan har 1000 kishidan 999 kishi shulardan ilindi. Agar bularni yetishmasa, kemi munofiqlardan ilindi. Sizlar bilan boshqa ummatning misoli uloqning putidagi yoki to'gining beqinidagi tangichilik qarg'a o'xshash" dedi. Ondan Payg'ambar alayhisalom so'zini davomlashtirib: "Haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman" dedi.
Bunu anlap sahabeler Allahu Ekber deb tekbir etişip ketdi. Ondan Peygamber aleyhisselam hakikaten men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning 3dan 1 bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Shuning bilan sahabelar Allahu Ekber deb tekbir etishib ketdi. Ondan Peygamber aleyhisselam hakikaten men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning 20 bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Sahabelar yana Allahu Ekber deb tekbir etishib ketdi. İmran ibn Husayn men Peygamber aleyhisselamning hakikaten men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning 3ning 2si bo'lishinglarni umid qilaman degan yoki demaganligini bilmayman dedi. İmam Buxoriy bu yerda Abu Saidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam qiyomat kuni Alloh taolo ey Adem deydi. Adem aleyhisselam hoş Rabbim deydi. Ondan Adem aleyhisselam ünlük ovoz bilan chaqirilib Alloh taolo seni ballariңdan bir bölükni devzaqqa ayirishga buyurdi deyildi. Adem aleyhisselam ey Rabbim qanchalik odam devzaqqa ayrildi deydi. Alloh taolo her 1000 kişiden 999'u devzaqqa ayrildi deydi. Bunu anlap her bir hamildar ayolning boyundan hamilesi ajrab ketadi. Yaşlar qerib ketadi. Kishilarning hali Alloh taolo insonlarni mast ko'rsan, halbuki ular haqiqatda mast emas. Demek qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkizib etgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir degan oyatda bayon qilingandek bo'lib ketadi dedi. Bu sahabelerge bek ig'ir keldi. Hatta ularning chiroylari o'ngib ketdi. Bunu ko'rib Peygamber aleyhisselam devzaqqa ayrildigan her 1000 kişiden 999'u Yacuj Ma'cujdan cennet kirdigan biri sizlardan bo'ladi. Sizlar boshqa ummatlarga qaraganda oq öküzning beqinidagi qora tuk yoki qora öküzning beqinidagi oq tukka o'xshashlar. Hakikaten men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning 4dan 1 bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Biz bunu anlab Allahu Ekber deb tekbir etishib ketdik. Ondan Peygamber aleyhisselam hakikaten men sizlarning jannat kirishga loyiq bo'lganlarning 3dan 1 bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Shuning bilan biz Allahu Ekber deb tekbir etishib ketdik. Peygamber aleyhisselam yana hakikaten men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning 20 bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Biz yana Allahu Ekber deb tekbir etishib ketdik. Qiyomat kunining qo'rqinchli ahvollarini bayon qilib kelgan hadis va asarlar nihoyat ko'pdir. Alloh taolo xolisa bularni boshqa yerlarda keltiramiz. Qiyomat kunining ahvollari qo'rqinchli bo'lganligi uchun Alloh taolo mundaq dedi. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. Ya'ni bu katta va ajoyib bir ishdir. Qiyomatning zilzilasi ya'ni tavrinishi bo'lsa, qiyomat kuni dillarga paydo bo'ladigan qo'rqinchlardir. U kunda her bir süt emitayotgan ayol qattiq qo'rqinchdan tingirqab qilish bilan emitayotgan bovuqini unutadi. Ya'ni qiyomat kunining qo'rqinchi bilan bo'lgan qiyomat kunining qo'rqinchi bilan bo'lib ketganlikdan bir bovoq uchun eng mehribon kishi bo'lgan ana eng suyimlik bovuqining og'ziga emchikini selib turuqliqmi uni unutadi. La ilahe illalloh Muhammad Rasul. Her bir hamildar ayolning bo'yidan ajrab ketadi. Ya'ni ular bek qo'rqib ketganlikdan tug'ish vaqti kelishdan burun tug'ib qo'ydi. İnsanlarni mast ko'rsan, halbuki ular haqiqatda mast emas. Demek qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkizib etgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir.
ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Her bir serkeş şeytanga, yani haqdan to'sqich kuffarlarning katı başlarına ergişidir. Allah hüküm kılıdı ki, kimiki şeytanga ergişidiken, şeytan onu azdırdı ve cehennemnin azabını söyleydi. Şeytanga ergişkiçilerini eyipleş. Allah Teala bu ayette peygamberlerine düşürgen hakikatten yüz örüp, söz ve iş hareketlerinde insan ve cinlardan boğan serkeş şeytanga ergişip, kıyamet günü ölüklerinin kabirden qayta terildiğanlığı işenmegen ve Allah Teala'nın ölüklerini qayta terildireleydiğanlığını, Allah Teala'nın ölüklerini qayta terildireleydiğan kudretini inkar kılgıçılarını qattiq ayıpladı. Mana bu toğru yoldan yüz örüp hata yolga mangan, İslam diniga din namı bilen özgertiş kirgizgiçilerinin, yani bid'at xorlarının ve azgınlıktaki kişilerinin halıdır. Bula Allah Teala'nın peygamberiga düşürgen hakikatini taşlap, havayı heves ve xahişiga asaslanıp, din namı bilen dinning ahkamlariga o'zgartish kirgizadigan peshqadamlarining so'zlariga ergishadi. Shunga Allah Teala bu xil kishilar haqida mundaq dedi. Ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Har bir sarkash shaytonga, yani haqdan to'sqchi kuffarlarning katı başlarına ergişidir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah hüküm kılıdı ki, kimiki şeytanga ergişidiken, şeytan onu azdırdı ve cehennemnin azabını söyleydi. Yani şeytan onu dünyada azdırıp, ahirette nadamet çektirgücü azap boğan cehennemnin azabını başlaydı. Suddi Abu Malik'nin bu ayet Nazir ibn Haris hakkında düştü deganligini rivayet kıldı. İbn Jurayj mu bu haqda shundaq dedi. Ey insanlar, eğer sizler qayta terilishdan sheklensanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yaratishinglarga qaranglar. Aslidagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun atanglar Adem alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obimanidan, ondan laxti qondan, ondan şekilge kirgizilgen ve kirgizilmegen parça göçten yarattık. Biz xalığan Ademni betçidanda muayyen müddetkiçe kaldırımız. Ondan sileni ananlarının karnıdan buvaklı qalıtınlarda çıkarımız. Ondan sileni asta asta güç kuvvetki toldurumuz. Sile kemalet işi qiran vaqtınlağa yetisiler. Bazılar yaşlıqınlarda vafat bulup ketisiler. Bazılarınlar ilgari bilgenden keyin hech narsani bilmas holtinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qerib ketkichi hayot qoldirilsizlar. Allah Teala'nın o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qoqas ko'rsan. Onunla biz yağmur yağdırırsak, o canlanıdı ve köpüşüdü. Türlük çıraylık özümlüklerini ündürüp verdi. Bu, yani Allah Teala'nın insanlı ve özümlüklerini yukarıdek yaratışı. Allah'ın hak ikenlikini, ölüklerini terildireleydiğanlıkını ve her nersigi qadir ikenlikini sizlarga bildirish uchundir. Şundaqla kıyametinin şeksiz boladiganligini, kabirlardagi ölüklerini, ölük ziminni, ösümliklerini ündürüş bilen terildirgandek, Allah'ın terildirdiganligini
bildirish uchundir. İnsanlar ve ösümliklerinin yo'qlikdan barliqqa kelishining qiyomat kuni qabrdan qayta terilib qopishning haqliqining pokiti ekanligi. Alloh taolo yuqorida qabrdan qayta terilib qopishga qarshi chiqqan va uni inkor qiladiganlarni bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda qiyomat kuni o'liklarni qayta terildiradiganligini ko'rsatib beradigan hissiy paketlarni bayon qilib mundaq dedi. Ey insanlar, eğer sizler qayta terilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun asldagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Adem alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abimanidan, ondan laqtiqondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Spermaning va bolaning baliyotqoda taraqqiy qiladiganligi. Bir tomchi sperma baliyotqoga tushgandan keyin u yerda 40 kun turdi. Uningga mushu muddat ichida tushgan spermalarmu qo'shilib turdi. Ondan u sperma Alloh taolaning xohishi bilan qizil laxti qonga aylandi. Bu qizil laxti qon 40 kun turgandan keyin shaklga kirgizilmagan bir parcha go'shtga aylandi. Ondan bu go'sht asta shaklga kirishga boshlab, uningda bosh, ikki qo'l, ko'krak, qo'soq, ikki yo'ta, ikki put ve başka a'zolar paydo bo'ladi. Ba'zida bu go'sht shaklga kirishdan burun tushib ketadi. Ba'zida shaklga kirib bo'lgandan keyin tushib ketadi. Shuni Alloh taolo mundaq dedi. Ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Subhanalloh. La ilaha illalloh. Muhammad Rasululloh. Biz xalqan odamni bachidanda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ya'ni u odam tug'iladigan vaqti soat kelib bo'g'icha baliyotqidan tushib ketmay turdi. Shaklga kirgizilgan u go'sht baliyotqida 40 kun turgandan keyin Alloh taolo uningga bir farishtani avatdi. Farishta uningga ruh pülaydi. Uni Allah Teala'nın xohishicha chiroyli yoki sat, o'g'il yoki qiz shakliga kirgizdi. Va uning rizqini, ajlini va baxtlik yaxshi kishi yoki badbaxt bo'ladiganligini yozdi. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Mas'udning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Rost so'zligichi va rost so'zlanguchi Peygamber aleyhisselam bizge hadis sözlep verip, hakikaten sizlerning biringlarning yaratılışı mundaqdır. O anasının qo'zig'ida 40 gün sperma holatida toplanadi. Ondan 40 gün laxti qon holatida turdi. Ondan 40 gün bir tishlam go'sht holatida turdi. Ondan bir farishta avatilib rizqni, ajlini, amalini ve baxtlik yoki baxtsiz bo'ladiganligidan iborat 4 so'zni yezishga buyurildi. Ondan uningga jon kirgiziladi dedi. La havla va la quvvata illa billah. İnsan tenining bolalikdan qirig'icha o'zgarib turadiganligi. Ondan sizlarni onanglarning qonidan bu vaqtlik holatinglarda chiqaramiz. Ya'ni uni anasının kanıdan bedeni, anlaş, görüş, seziş, tutuş ve oylaş iktidarları aciz boğan halette çıkarımız. Ondan Allah Teala onunla azdan güç kuvvet verdi ve ata anasını onunla devamlı köyünüdüğün kılıp verdi. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Ondan sizlerini asta güç kuvvetke toldurumuz. Sizler kemal etişi kıran vaktinlağı yetisiler. Subhanallah. Bazılarınla yaşlıkınladı vefat bulup gitisiler.
ba'zilaringlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holdatinglar qaytarilishinglar uchun nihoyat qerib ketguchi hayot qoldirilsizlar. Ya'ni qerib kuch-quvvatinglar bir narsa tutish, o'ylash va tushunish iqtidoringlar ojizlab ketguncha hayot qoldirilsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi, ondan sizlarni kuchlilikdan ojiz qildi va sizlarga qiyinlikni yetkazdi. Allah nimani xolasa shuni yaratdi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Allah Taola'nın qiyomat kuni o'liklarni qayta terildiradiganligini bildirish uchun o'simliklardan keltirgan misol. Allah Taola'nın o'liklarni qayta terildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Bu xuddi Allah Taola'nın hech nima unmaydigan zaminni qayta terildiradiganidek qiyomat kuni o'liklarni qayta terildiradiganligini ko'rsatib beradigan yana bir faktdir. Onunga biz yağmur yağdırsak o canlanıdı ve köpüşüdü. Türlü çıraylık ösümliklerini ündürüp verdi. Yani Allah Teala o qakas zımınğa yağmur yağdırsa zımın canlanıp yaşırdı. Andın renkleri, təmleri, xuşpurakları, şekilleri ve yetkizildiğin menfaatleri oxşaş bulmağın xilmi-xil meyveler, ziraatler ve ösümliklerini ündürüp verdi. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Türlük çıraylık ösümliklerini ündürüp verdi. Bu yani Allah Teala'nın insanni ve ösümliklerini yuqorqidek yaratışı Allah'ın haq ekanligini, o'liklarni terildiradiganligini ve her narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Yani Allah Teala'nın insanni ve ösümliklerini yuqorida bayan qilgandek yaratışı özünün hamma narsani yaratgan, onu tertibga solgan ve xohlaganni qiladigan zot ekanligini ve ussuzlikdan o'lgan zaminni terildirib onundan her xil ösümliklerini ündürgündek kıyamet günü ölüklerini qayta terildiradiganligini bildirish uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Şübhisiz ki zaminni terildirgen zat ölüklerini elbette terildirgüçüdür. O hakikaten her narsaga qodirdir. Allah birer şeyini yaratışını irade qilsa, onunğa vücut kel deydi de, o vücut kelidi. Şundaqla qiyomatning sheksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni ündirish bilan terildirgandek, Allohning terildiradiganligini bildirish uchundir. Ya'ni o'liklar qabrlarida chirib tügeşken bolsa-mu, onu qayta terildiradiganligini bildirish uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. U bizga insonning qayta terilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa unutdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa unutdi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim terildiradi dedi. Aytqin ki, onu en dastlabda yaratgan zat terildirdi. O her bir maxluqni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yaqsizlar. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Hac suresi tafsiridan 7. ayetgacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.